Bilasizmi, inson tanasi qanchalik mukammal tuzilgan bo'lishidan qat'iy nazar, inson ko'ra olmaydigan, inson eshita olmaydigan olamlar, narsalar mavjud. Elektromagnit to'lqin shkalasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, inson ko'rish sohasi 400 nanometrdan 8 nanometrgacha. Eshitish sohasi esa 20 Hz dan 20 ming Hzgacha bo'lgan chastotadagi tovushlarni eshita oladi xolos. Lekin shu bilan birga inson nafaqat jismoniy tanadan iborat bo'lgan mavjudot, balki unda ruh ham bor. Qachonki inson mana shu ruhiy energiyasini oshira olganda va ruhi bilan bir hamohanglikka yetishganda, u aqlga sig'maydigan darajadagi jarayonlarni boshdan kechiradi. Buni bir so'z bilan aytadigan bo'lsak, qalb ko'zi, ruh ko'zi uyg'onishni boshlaydi. Va inson o'zini faqat tana emas, balki ruhiy mavjudot sifatida his qilishni boshlaydi. Aynan bugungi mavzumiz siz bilan insonning qalb ko'zi, ya'ni ruhiy uyg'onish haqida gap ketadi. Qalb ko'zi haqida turli xil manbalarda, turli xil joylarda qadimdan bayon etib kelingan. Keling, bugun biz siz bilan qisqacha mana shu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Qalb ko'zi bundan tashqari 3-ko'z deb ham ataladi. Ya'ni bu hinduizmda ajna chakrasi haqida talqin qilinadi. Buddizmda esa ong ko'zi sifatida, ma'naviy ta'limotlarda esa oliy ongga olib boruvchi sifatida tasvirlanadi. Sufizmda esa bu qalb ko'zi deb ataladi. U aktivlashganda nima sodir bo'ladi? Qachonki insonda qalb ko'zi aktiv holatga kelganda, uning hayotida tubdan o'zgarishlar sodir bo'ladi. Telepatik qobiliyatlar ochiladi, intuitsiya kuchayib ketadi va astral sayohatlar boshlanadi. Har bir tushi shunchaki emas, har biri mazmunli bo'ladi. Kelajakni ko'ra olish yoki o'tmishdagi holatlarni borib o'zgartira olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Energetik sezuvchanligi juda yuqori bo'ladi. Insonlarni his qilish, ichki olamini aniq his qila olish, ularni energiyasini ko'rishni boshlaydi. Bundan tashqari turli xil kashfiyotlar yaratishi mumkin. Aynan bunaqangi insonlarda epifiz bezi aktiv holatda bo'ladi, chunki aynan qalb ko'zi epifiz bezida joylashgan bo'ladi. Aynan epifiz bezi qachonki yorug'lik yo'qolganda, melatonin ishlab chiqarishni boshlaganda aktivlashadi. Demak, oddiy ko'zimiz bilan biz bu dunyodagi yorug'likni ko'ra oladigan bo'lsak, epifiz bezi orqali, ya'ni 3-ko'z orqali biz qorong'ulikdagi yorug'likni ko'ra olishimiz mumkin. Ya'ni boshqa dunyolardagi yorug'likni ko'ra olamiz. Keling, bugun siz bilan qadimgi Misr tarixidagi Horus ko'zi haqida gaplashamiz. Siz bu manbaga juda ko'p duch kelgan bo'lishingiz mumkin. Horus ko'zi shunchaki bu ramz ma'nosida kelmagan. Ya'ni Misrliklar buni shunchaki ramz sifatida emas, balki chuqur bilimni yashirgan belgi sifatida talqin qilishadi. Aynan Misr mifologiyasida Horus ismli iloh o'zini ko'zini yo'qotadi va keyin uni qayta tiklaydi. Ya'ni buning asl ma'nosi shuki, bu hikoya oliy idrokning yo'qolishi va qayta topilishini aks ettiradi. Buni inson tug'ilishidan oldin u qanchalik ruhiy yuksak mavjudot bo'lgan bo'lsa, ya'ni u o'z oliy idrokini inson tanasiga kirgandan keyin yo'qotadi va insonlarning asosiy missiyasi, vazifasi ham yana qayta o'sha oliy idrokni o'zida ochish. Aynan buni ifodalab keladi. Bu tiklanish initiatsiya deyiladi. Eng qiziq jihati shuki, bilasizmi, aynan mana shu Horus ko'zining shakli inson miyasidagi aynan epifiz bezi bilan bir xilda tushadi. Masalan, epifiz bezida joylashgan aynan talamus shakli
Horus ko'zining egri chizig'iga to'g'ri keladi. Pineal beziga esa ko'z yosh tomchisi chiqadigan qism to'g'ri keladi. 2,5 sharni bog'lovchi markazga esa qosh qismi aynan o'xshash. Qarang, bu tasodif emas. Aynan o'sha davrlarda hech qanaqangi zamonaviy texnologiyalar bo'lmagan bir paytda ruhiy energiyasini ko'tarish orqali bu haqiqatlarni anglab yetgan. Bilasizmi, 3-ko'zi ochilishi bu siz dunyoni o'zgartirishingiz haqida gap ketmayapti. Bu dunyo o'zini holaticha qoladi, lekin o'zgaradigan narsa insonning dunyoga bo'lgan munosabati o'zgarishi boshlaydi. Va aynan mana shu uchun har bir inson qalb ko'zini ochish kerak. 3-ko'z ochilishi uchun nimalar qilish kerak? Bu haqida to'xtalamiz. Aynan 3-ko'z aktivlashishi, qalb ko'zi ochilishi uchun insonga doimiy zikrlarni takrorlash, meditatsiyalar qilish, initiatsiyalar qabul qilish yoki maxsus 3-ko'zni aktivlashtiruvchi Trataka praktikasini amalga oshirish kerak bo'ladi. Aynan bu praktika bizning Telegram kanalimizda bor. Telegram kanalga kirib, bu haqida batafsil tanishishingiz mumkin. 3-ko'z ochilish jarayonini inson o'zida qanday sezishi mumkin? Aynan ikki qosh o'rtasida, mana shu atrofda bosim his qilishi boshlaydi yoki qanaqadir jimirlashlar his qilishi boshlaydi. Ayniqsa kechga uyquga yotish paytida, aynan ko'zini yumgan paytida ko'z oldida turli xil shakllar, ranglar yoki tasvirlar kelishi boshlaydi. Aynan ko'zini yumib yuqoriga qaraganda yuqorida oq yorug'lik yoki binafsha yorug'liklarni ko'rish boshlaydi. Qalb ko'zi qanaqangi insonlarda tezroq ochiladi? Bu insonlarning ruhi allaqachon tayyor bo'ladi uyg'onishga va hamda bu ochilgan qobiliyatlarini u faqatgina yaxshilik yo'lida, nur yo'lida xizmat qilishga tayyor bo'lgan insonlarda jarayon juda tez ketadi. Agar insonni ichida ozgina bo'lsa ham bu ochilgan qobiliyatlarini ego yo'lida, qanaqadir manfaat yo'lida foydalanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, ancha uzoq yo'llardan, uzoq jarayonlardan o'tish kerak bo'ladi. Aynan shu uchun bugundan qalbingizni oching, sevgiga, yaratuvchini sevgisini his qilishga doim o'zingizga eslating. Men ruxsat beraman yagona yaratuvchini sevgisida yashashga, qalbimni sevgiga ochishga va ilohiy ruhim bilan bir hamohanglikda bo'lishga deb doim ta'kidlaydigan bo'lsangiz, qolgan hamma qobiliyatlaringiz, hamma yashirin iqtidorlaringiz o'z vaqtida o'zini namoyon qilishni boshlaydi.